Do'stlar, mana Amerikada ham bunaqa semechkalar bor ekan. Kilo olib bizda ko'chada sotardi-yu. Qaraboy sizni esladim. Qaraboy men sizni esladim aka mana. Eshitib turgan bo'lsangiz, bunaqa semechkalar sotarsiz qayerda. Endi bu yaxshi ma'noda. Amerikada ham bor ekan demoqchiman-da. Hech kim ustidan kulish yo'q, bu yoshligimdagi do'stlarim mana kilolab tortib berishyapti. Ular shunaqa. Endi bu odamlarga nima deysan? Nima deysiz endi? Hali ishlasang bo'lmaydimi? Shunday davlatda yuribsan, hamma yo'q imkoniyat bor. Yotib olib shu qolasan odamlarga. Xudoga shukr shunchalik aql berib qo'yganiga. Tilni bilmasak ham mana ishlab, qiynalib bolam chaqam deb yuribmiz, ota-onam deb. Bizga 98 kerak, bu 58 ekan.